Salom do'stlar, bugun sizlar bilan ilovalarni ikkita qilishni o'rganamiz. Play Marketga kiramiz va Island deb qidiramiz. Qidiruvni bosamiz. Men tortganman, shuning uchun ochish chiqyapti. Ochishni bosamiz. Welcome, xush kelibsiz demoqda. Accept bosamiz. Davom etishni bosamiz. Bu yerdan hozir keyingisi chiqishi kerak. Mana chiqdi, keyingisini bosib olamiz. Davom etishni bosamiz. Va mana bunday chiqadi. Tekshirib olamiz. Hozir ozgina kutamiz, bizga fayl papka beradi. U fayl papkaning ichida yozmani bosasiz. Yozmani bosasiz va tekshirilmoqda chiqadi. Keyin mana keyin sizlarda Play Market ochiladi. Play Marketdan xohlagan o'yiningiz, masalan, men DLC26 ni skechet qilaman. Mana agar o'zingizda oldin skechet bo'lgan bo'lsa, juda ham tez skechet bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like, podpiska va bunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.